Assalamualaikum arkadaşlar. Bugün bu Model Cloud'daki 7. hafta 3. günlükning matapşırıqninki qilmoqchi. Yani prime number, yani tüp san. Tüp sanninki endaptu, yani qolgan bir til sanni nimadan kirgizsin, kunuk taqsidan kirgizgandan keyin, misol 30 ni shu 30 cho'g'an sonlarning ichidan tüp sonlarni tepib bersin debdi, chiqarib bersin debdi. Misol 30 degan sonni bossa 2 3 4 2 3 5 7 degandek shuna sonlar. Bu tüp son degan nima desanglar, matematikada prime number faqat o'ziga va birga butun bo'lgan. Ya'ni shart qattiq aniq faqat va faqat o'ziga va birga butun bo'linishi kerak. Undan boshqa hech qanday butun bo'linib bo'lmaydi. Misol ananikin tüp sonlarning ichida 0, ya'ni tüp sonlarni izlaganda birinchi o'p tabiiy sonlarning ichidan izlaysizlar. Tabiiy son degan musbat butun son degan gap. Yani 0 chiqmaydigan butun sonlar. Yani birdan boshlangan deganda. Birdan 1 2 3 degandekchi. Shundoq musbat cheksiz qarab maqman. Sonlarning ichidan izlaysizlar. Anankin 1 tüp son kirmaydi. 1 kirmaydi. Yani tüp sonlarning birinchi soni 2. Misal xohlagan bir tal son alayım. Misal 15 desem 15 tüp sonmi emasmi degani bilish uchun buni bo'laman 1ga. Yani tüp sonning birinchi sharti 1 bilan uzuk bilan butun bo'linishi kerak. Yani 1ga va 15 ni uzugi bo'laman 15. Mushun bilan butun son chiqishi kerak. Lekin misol men 15 ni 2 ga bo'lib boqay. Bölsem butun chiqmaydi-ku, 7,5 deb chiqib qoldi parcha. 3 ga bölsem buni 5 tegidi. Butun bo'lim ketdi. Demak 15 da nima emas. Prime number tava bo'lmaydi mana. Bir qatim bir atal narsaga, ya'ni uzulan birdan boshqa har qanday bir songa butun bo'lim ketib qolib qolsa, bu nima bo'lmaydi, tüp son bo'lolmaydi. Okay. Tushungan bo'lsanglar agarda, unda esa kodni yozishga boshlaylik. PSVM ananikin biz yadaptı requirement'ta write a Java program that asks the user to enter an integer from the console depti. Demek bu yerga bir narsani biz o'zimiz kunuk taqsidan kirgizgan bo'lishimiz kerak. Shunga scannerning bir obyektni qurib olishim kerak. Scanner input town new scanner. Ananikin parametersi system in semicolon. Ananikin bir narsani kunuk taqsidan yozishdan burun men bir narsani bunday narsa yozib deb deyishim kerak. Asot please enter an integer number below. Amde ben bir tal sonni kirgizdi. O sonni men integer qilib saqlayman. Int number day town input next int. Amde yani men bu yerda hozir ma'lum bir tal son kirgizman va bu sonni tüp sonmi emasmi deyish uchun har qanday bir tal sonni o'zidan cho'ng son bo'lsa zaten nima chiqadi-ku, butun son chiqmaydi-ku, baribir poch bir son chiqadi 0 butun mancha deb. Demak o'zidan cho'ng sonlarga bo'lib o'tirishning hojati yo'q. Faqat o'zidan kichik va o'ziga teng o'ziga bo'lsak bo'ldi. Shunga bu yerda birinchidan men kirgizgan songacha bo'linguchi son ma'lum sondan boshlab shu songacha yug'inishi kerak. Ya'ni
Mesela 30 deb kirgizgan bo'lsam, bu yerda 30 degan 30 ga bo'lgan sonlarning ichidan men tub sonlarni topishim uchun 1 2 3 4 5 6 birni olmaydi-ku. 2 dan boshlab hisoblayman. Bu yerdan dedim bir birinchidan musbat butun son bo'lishi kerak, ya'ni 0 ni o'zga olmasa kerak. Undan keyin 1 ni o'zga olmaydi. Ya'ni tub sonlarga shart qo'yganda shu shartni qo'yibdi ekan burun. Demak men ya'ni for deb misol int yani I deyimdasa ma'lum hisobda ma I deganim nim bo'lgan son. O'sha prime bo'lamdi, bo'lmamdi degan tutib olgan sonim shu. Bu sonning 0 o'zga olmaydi, 1 o'zga olmaydi. Demak men 2 dan boshlab olmadim gap. Ana bu neyce desa, ben bayatın number degan yergacha bo'ldi. Number degan yergacha yo'g'inish kerak bo'lsa. Va number'im o'ziga kelish kerak. Number tang bo'lsa bo'laverdi. Misol 29 degan bir tal tupsan 29 deb yozsa, 29 ni o'zim yozish kerak-da. Mana tupsan deb. Shunga tang bo'lsa bo'laverdi. Anan keyin I++. Tırnaqashtim yaptım. Endi ben bu sonni şu ayni o'zini yana bir tal songa bo'lib beqishim kerak. Ya'ni o'zidan kichik har qanday bir songa bo'lib beqishim kerak. Bo'lgan vaqtim demak uning uchun u sonlarni yo'g'irab menish kerak yana. Beşlik bu meyadik ayni kichikroq songa bo'lib boqaman, uningdan yana bir tal yo'g'antaman, yana bir tal songa bo'laman. Shu sababdan bu yerda men nested for ishlatishim kerak. Int j tang endi aniq hammalar bilsizlar, har qanday sonni 0 ga bo'lsa bo'lmaydi. Ma'nosiz, ya'ni xato chiqadi. Shunga birinchi bilalayotgan sonim 1. Shunga j ning qiymati 1 dan olaydi birinchi. Endi j ning qiymati nagacha bordi desanglar, I ning qiymatigacha bordi. Va I ni o'z ichiga oladi. I ni o'z ichiga olsa bo'ldi. Ya'ni chunki dedim-ku, prime number degan nima desa, prime number degan ham 1 ga ham o'ziga butun bo'linadigan. Ya'ni o'zi mana I'ga tang. Mana o'zi degan gap mana. O'ziga bo'linish kerak. Chunki mana j ning qiymati bu narsaning o'ziga tang bo'lishi kerak degan gap mana bu yerda. Ham 1 ga ham o'ziga tang. O'ziga butun bo'linish kerak. Tang emas, butun bo'lishi kerak. Deyman. Anan keyin bu yerdami? Bunu semikolon qilib, anan keyin demak j ni plus qo'ydim. Tırnaqashtim yaptım. Demek ikki tal for loop tugadi. Endi shart yozaman. If ya'ni nima desa, agarda I ya'ni men bo'lmoqchi bo'lgan son bo'lingich son bo'lgan j ga agarda butun bo'linib ketib qolsa, ya'ni buniki moduli, ya'ni nimasi moduli, ya'ni qoldiq bo'linmasa, ya'ni butun bo'linib qolsa, u chog'da bu qanday bo'lsin? Ya'ni bu chog'da demak butun bo'lindi degan gap. Misol qaranglar. Ma I 1 ga butun bo'lindi va o'ziga butun bo'lindi. Ama aralıqdaki har qanday sana butun bo'linish bo'lmaydi. Butun bo'linib qolsa, u prime number bo'lmaydi. Shunga men yerda bir boshqa bir tal bir variable'ga ehtiyojim bor. N deb buni 0 dey. Andan keyin agar butun bo'linib qolsa, men n ga birni qaytib beray. Ya'ni nima uchun desanglar, bir qatim butun 1 ga bo'linganda n ga bir qatim, ya'ni butun bo'lindi hisobda, I j ga butun bo'lindi degan misol 1 ga bo'lindi. Shu chog'da n ga birni qaytib bersin, asli qiymati 0 diye birni qaytib bersin. Andan keyin men mani for loopni ichiga olmayman deyman. For loopni ichiga olishim kerak.
Çünki bo'lmasa bu n'ning qiymati ayning qiymati yana bir qadam o'zgarganda n'ning qiymati 0 bo'lmaydi. Men ustidagi sirtidagi for loopda har bir qadamda n'ni yangidan qurib buningga 0 ni bir o'tishim kerak, 0 qo'yishim kerak n'ning qiymatini. Andan keyin mayada agar butun bo'linsa n'ga 1 ni bersin, ammo n'ning qiymati agar 2 dan oshib ketsa. 2 dan oshib ketsa degan gap 2 bo'lsa bo'ldi. 2 bo'ldi degan gap nima bo'ldi desa, bir qatim 1 ga butun bo'lindi degan gap, yana bir qatim o'ziga butun bo'lindi degan gap. Shu sababdan 2 bo'lsa bo'ladi. Ammo 2 bo'lmay qolib qolsa-chi, demak u boshqa sonlarga butun bo'lib ketgan gap, bu demak prime number emas degan gap. Demek ma n'ga 1 ni qaytib berdik. Endi miyada misol ma for loopdan chiqishdan burun miyada qilsak bo'lmaydi. Ma for loopdan chiqayotgandan keyin agar ya'ni ma for loopdan nima chiqayotgandan keyin qilamiz desanglar, ya'ni misol kunib tasam ham yerda 17 deb tasam bergan bo'lsam, 17 1 ga 1 bo'lib boqadi va 17 butun bo'lindi, 2 bo'lib boqadi, bo'linmaydi, 3 ga bo'ldi, bo'lmaydi, 4 ga, 5 ga, 6 ga, 7 ga, 8 ga, 9 ga, 10 ga, 11 ga, 12 ga, 13 ga, 14 ga, 15 ga, 16, 17. Ya'ni 17 degan bir tal prime number. Shu sababdan bu faqat 1 gilam ve üzgülen bütün bölündü. Şuna bu arlıqdaki hiç qaysi bütün bölünmegen başqa bütün bölüngen çağda n'ga men birini qaytib berganligim üçün 2 qatim bütün bölüngenlik üçün şuna bu n'nin qiymati 2 oldu. Ve men for loop'dan 2 kerak başlama bu. O miya yazışım kerak. Eğer de for loop'un sırtıda buluş kerak mı? Eğer de ma for loop'dan chiqayotgandan keyin mu if n'ning qiymati 2 bo'lsa agar, demak mana shunda faqat 2 qatim bilan n'ga o'zini qatdi degan gap. Demak 2 qatim bilan butun bo'lindi degan gap. Bu xil ahvolda joda anikin esot bir qipaqli esot deb yozib ay deb qo'yaylik. Ma topshiriqda miyada bir-birining kayniga pash qo'yib qo'yinglar debdi ekan. Demak miyaga plus pash bunday qilib qo'ysak, demak faqat lamkin 2 qatim lamkin bir butun bo'lingan vaqtida ayni bespa, ayning qiymatini bespa ekan. Faqat mushdan shart tushganda bespa dedim. Miyagamda misol 17 deb boqay. Qaranglar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ama en oxirgisiga pash qo'ymay ekanmiz. En oxirgisiga pash qo'ymay ekanmiz. Dasman bir yerde aynı bir sprep. Ma'nın keyindin. Aldıq pash qo'ysam. Başta men aldıq pash qo'ydan qilay.
Aldığı bir peş koyup duray. Endi men birinci elementin aldığı qandaq qilib peş qo'ymayman degan o'yli şey. Miyadagi ayni sanay. Tamam, ayninki qiymati 2 degan nima? Bir prime number oldu. Lekin ayninki qiymatining 2 bo'lsa prime number bo'lganligini men deb bersam bo'lmaydi buningga. Biz cho'qim hisobotga kirib hisoblab turib qilish kerak. Yani ben ma'qul shaklda qilsam, qaranglar. Qanday bo'ldi desanglar. O 7 desam, bunda shaklda qilib qo'ydi. Peshni oldi qo'yib qo'ydi. Ammo mening maqsadim birinchi o'ringa pesh qo'ymaslik. Birinchi o'ringa pesh qo'ymaslik uchun bunu ben string aylandırırsam olmaydı ekan. String aylandırsam sal layoqasiz bo'lib qoldi programma. Lekin agar men peshni o'ylashmasak, bizning masalamiz olib bir ayolib bo'ldi-ku. Mana da alamkan qilib, menga plus bo'shliqda qarshi olsa agar. Bularni qilsak, masalamiz olib bir ayolib bo'ldi bizniki. Ot silsem buna mayada so'rgan kod va deb bergan kodi da o'xshash hisobda 2 3 5 7 10 1 13 17 19 23 29 degan son chiqdi. Ammo mening maqsadim hozir mening keyinda bir tal bir bo'shliq bor. Menda bo'shliq bor, menda bo'shliqdan qildim hozir. Lekin men menga bir ne bu ketema. Ben boşluk işletmey, başka bir narsa işletmekçi. Peş koymakçı da, şu dəlləmiş tapşırıqdaki, şu requirement dəl düşəməkçi bunu. Düşürüş üçün, meyək peş koysam. O çağda en ahırqı elementin kim bir tal peş keb oldu. Lekin mən bana en ahırqı elementlərini dəb bəsəm bulmaydı. Bilmeymek ki. Mesela ben 29 desem 29. En ahırqı elementten keginde oxumayman hesapta. Ama birinci elementin bilmə. 2'den keyin 2'nin aldıq peş koyma desem buldu. Onu qılğı buldu. Ama lekin ben bu 2'nin mu Bo'ldi, men miyaga chapa tatmay naqlay. Mana yozib turib agarday har bir qatımlıq bir nimada nemaga int temp deb bir dal variable'ni men qurib olay va buningga 0 beray. Andan keyin mayada for loopdan chiqayotgandan keyin ya bu tırnaqlardan bir xatami? Ha. Okay. For loopdan birinchi qatnoq for loopdan chiqayotganda men bayatın mayaga ma'ni yozgan-ku. Ma'ning tırnağını yezib tırnağından qo'shib kat qilay. Agar bir qatımlıq
bir qatim mangan bo'lsa, ya'ni ay. Ya'ni mau nimada? Bu yerda tempga birni qatay. Birni qatay. Endi if bayatdan qanasini yoziblar yerga. And temp tang 1. Onda desem doğru olamı? Mani temp birini qaytishdan burun qolay bo'lmasa, agarda bu 0'dan cho'ng bo'lsa, 0'dan cho'ng bo'lsa temp. Ananınkin birini peşten birini qaytıvat. Dey. Ben bunu mu da yazayım? If ana şuna şey yazıyorsam bo'lak. Man chiqirib turib, bu yerdan mani negativ qildi. If agar 2 tang bo'lsa, mana demak bu bir nima go? Tupsam bo'ldi. Endi ay no temp diye tempning nimasi 0'dan cho'ng bo'lsa, tempning qiymati 0'dan cho'ng bo'lsa, tempning qiymati 0'dan cho'ng bo'ldi degan gap. Demak, mana alliburun ayning qiymati birinchi tempning qiymati 0'dan cho'ng bo'ldi degan gap alliburun biz hozir mana for loopning sirtida tempning qiymati 0'dan cho'ng bo'ldi degan gap alliburun birinchi tupsanni tep bo'ldi degan gap bu. Birinchi tupsanni tep bo'lgandan keyin ikkinchi tupsanni yozishdan burun qanday qildi? Oldiga pashdan birini qo'yib, andan keyin ayni yozish kerak. Tanda qilib tanda yapay. Anaki else. Yani agar tempning qiymati 0'dan cho'ng bo'lsa, ya'ni 0 tang bo'lsa degan gap bu. 0 tang bo'lsa, u joqda asot ay. Amma nima qilma tempni bu ifning keyindan ijro qildim desanglar. Chunki men dastlabda birinchi qatimda birinchi tupsanni topgan vaqtida ayni birga bo'ladi. Birglan bo'lmaydi, hammasi bo'lib chiqib bo'lgandan keyin bir tal tupsanni tep bo'ldi degan gap. Tupsandan birisi chiqib bo'ldi. Ya'ni 2 bo'ldi ma n'ning qiymati va tempning qiymati 0 bo'lganda shu tupsanning o'zidan bossin. Endi bu yerda bu kod ijro bo'lgan temp 1ni qaytyaptimi? Demak, tempning qiymati mdan boshlab birinchi tupsanni beslab bo'lgandan keyin tempning qiymati 1dan yuqori. Şu sebepten matırnak nerede? Matırnak to'xtanglar. Matırnakni bir tekshirib boshlayman. Matırnak miyada. Ben tempni miyada qurib oldim. Okey. Demak, tempning qiymati alliburun bir bo'ldi. Demak, yana bir qatim ikkinchi bir
tupsan tapıdı ma şekilde. Tep boğanda tempning kıymeti allıburun 0'dün çoğ. Şuna peş koyup annikin tabi tupsanlarını anı yazdık yani. Okey. Bana da işte çıkış gerek hem de. İnşallah. 30 tep yazsak. Oh no. 22. Ma print oluş gerek. Annikin çırağına çıkış için iyi yanımı print koyday. Bak. Otuzsak mana qaranglar. Ma şekilde çıktı hem de. 2 3 5 7 mana peşle sonlarni o'tirsda. Albatta mushuni chiqarishmi muhim albatta. Dal shu requirement tushidan qilish. Okey, demak maqsadga yetdik. Agarda videoni ko'rib tushunmagan bo'lsanglar, men ushul qoldirsanglar bo'ldi. Hech qancha qilinglar desa, Allohga emanet.